Hammaga salom do'stlar. Mana bugun poxodga chiqqan edik. Ancha uzoq joyga chiqqanmiz. Hamma narsa olganmiz. Mana ikkita mashin. Hamma narsa bor do'stlar. Faqat kolonkani zaryadga qo'yganmiz, invertor ham olganmiz. Если что, zaryad kolonkan zaryad tugasa, zaryadga qo'yamiz. Hamma narsa faqatgina oddiy do'stlar. Mana mikrofon uchun palchikoy batareykalar olishni unutganmiz. O'zida bor edi, lekin u zaryad tugagan ekan. Do'stlar, shuning uchun yana o'zimizni nimadan elektrik sohadan kelib chiqib, mana do'stlar, modernizatsiya qilib zaryadga beryapmiz. Bu ham bitta life hack. Mana bu yerda nima bo'ldi? Hozir mana ikkita 1,5 voltlik batareyka. Ya'ni bu yerda 3 volt bo'ladi. Ikkovini bir-biriga qo'shsa, mana bu provodka orqali kelyapti. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, faqat mana qizil kabelni uzamiz, через lampochka o'tkazib yuboramiz. Lampochka bitta kontakti bitta uchun, ikkinchi kontakti ikkinchi uchun uramiz. Qora minusovoy pramo minusga ketadi akkumulyatorga. Mana qizil plusga keladi. Faqat har zamon qarab turishimiz kerak. Batareyka qizimasa bo'ldi. Xullas, shunday qilib zaryadlantirib, hozir mikrofon ishlatib karaoke aytishga moslashtiryapmiz do'stlar. Mana hammaga rahmat. Kelinglar Mayovkaga. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Kanalimizga podpiska bosib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar.